Tadqiqot ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, uyqu harorati 37 dan 39 darajagacha bo'lsa, odatiy holat hisoblanar ekan. Tanangizni yetarli darajada dam olishini istasangiz, harorat muhim ahamiyatga ega. Ko'p funksiyali elektron ko'rpacha issiqlikni saqlash, namlikni yo'qotish, og'riqni yo'qotish va uyquga yordam berish funksiyalari bilan bir qatorda xavfsizlik afzalliklariga ham ega. U qishda yoshi kattalar uchun issiqlik manbai va uyda fizioterapiya uchun yaxshi tanlov bo'la oladi. Isitish va issiq kompress orqali organizmning modda almashinuvi yaxshilanadi. Qon aylanishi tezlashadi. Revmatizm, bel og'rishi va buyrakdagi og'riqlarning yaxshilanishi uchun yordam beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va atigi 299 ming so'm evaziga xarid qiling. Foydalanish jarayonida hech qanday elektr toki urishi xavfi yo'q va energiyani tejaydi. Kuniga bor yo'g'i 1 kilovat elektr energiyasi sarflaydi. Agar sizga kattaroq o'lcham kerak bo'lsa, tezda biz bilan aloqaga chiqing. Atigi 299 ming so'm. Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Odatiy elektron ko'rpachalardan foydalanish jarayonida o'zidan ko'p miqdorda radiatsiya chiqarishi sababli inson tanasiga va salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Yong'in va tok urish kabi baxtsiz hodisalar ham tez-tez uchrab turadi. Ko'p funksiyali elektron ko'rpacha 2 qavatli isitish simini o'z ichiga oladi. Bu xavfsizlikni 2 baravar oshiradi va chuqur uyquni ta'minlaydi. U issiq va sovuq haroratni oldini olish va tun bo'yi qulay uyquni ta'minlash uchun yangilangan tizim orqali haroratni nazorat qilish texnologiyasini va bir necha darajali aniq haroratni sozlashni ta'minlaydi. Toza saqlash va bakteriyalarning qayta tiklanishi va ko'payishini oldini oladigan matodan tayyorlangan. Antibakterial darajasi 99% gacha yetadi. Bevosita sizga yumshoqlik va qulaylik baxsh etadi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va atigi 299 ming so'm evaziga xarid qiling. Yana nega ikkilanasiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.